Bir qism terrorchilarimiz haqida latifalar. Birinchi, avval o'zrimni bildiray. Chunki yana inkorchilik qilishga boshladim. Go'yo salbiy ishlarni tilga ilib, hammaga sat ko'rinish mangla vazifadek bo'lyotidi. Ammo chor yo'q. Haqni so'zlamasam, hamma odam madorichi, yaxshichoq, ap o'tish siyosati qo'llanib, hech kimning xatolar haqida eg'iz ochqusi kelmasa, tarix ostun ustun bo'ladi. Salbiy narsalarni ijobiy deb bilish orqasida avlodlar xatolashadi. Keyingilarga to'g'rini yetkazish qarzimiz bo'lsa-mu, lekin milliy psixikimizda ko'ngilni oyab, bo'yida qoldigan mijoz eg'ir bo'lg'achqa, hatto oshkora munofiqlikmi radiya berish prinsipalligi yo'q. Dushmannimi ranjitmaslik, dushmanga sat ko'rinmaslik asosiy tutgan yo'limiz. Bu haqda to'xtalish asosiy maqsadimiz bo'lmag'achqa bo'ldilar. Qisqasi, men yana ko'pning qarshisidan chiqdim. Xitoylar e'lon qilgan Uyg'ur terrorchilari tizimidagi muhim shaxslardan bir munchisini bevosita to'niganligim, ularning qandoq terrorchi bo'lib qilishiga sabab tashkil qilgan hodisalarga bevosita shohid bo'lganligim vajidan keskin qilib atalmış terrorchilar tizimidagi mohiyatda Xitoylarning bir turlik siyosiy o'yinining davomi bo'lib, Uyg'urlarni to'plab kontrol qilish ehtiyojidan tug'ilgan to'planma chidiri tiklash, lider yaratib berish urinishi, qisqasi turlik ta'tir e'lon san'atdir. Hammasimi bir nima deyolmayman. Ishqilib, men bildiganlarning hammasi. Boshqa durust odamlar bor deyilsa, faqat cho'nqur tadqiqotlar orqasida zararsiz deb bekitilgan yoki qo'lidan cho'ng ish kelmasligi jazinlashtirilgan odamlardir. Va yana shundoqmi ehtiyoj zarur ediki, bu odamlarga bir ozg'ashtirg'uchi bo'yoq berish. Bundaqmikin desa, avsi xeli tuzuk degandek ikkilanish tug'dirish ehtiyoji uchunmi bir qism bezak odamlarni qo'shmoq ta'xirsiz zaruriyat bo'ladi. Xitoylarning hiyla dasturi 36 hiylada o'tni urib, yilonni hurkitish hiyilasi degan bir hiyla bor. Demisimi, o't cho'plik ichida ketayotganda tuyuqsizla yilon putda yamishib olsa, bakmu tuyuqsiz, bakmu xatarlik bo'ludi emasmi? Chunki yilonning nada mukib yotqini belgisiz. Shunga o'tni urib, yilonni urkitsang, yilon qich uchun harakat qilib, o'zining nadaligini bilindirdi. Xuddi shundoq Xitoy hukmronligidagi Sharqiy Turkiston xuddi shuningdek bir o't cho'p bo'lib, yilonlarning borligini har kim faraz qila oladi. Ammo nada? Xitoylar cho'ng tipda o'tni urib, yilonni urkitish operatsiyasi planladi. Buni 1996-yillarida yo'lga qo'yishga boshlagan bo'lsa kerak deb faraz qilish mumkin. Ammo ko'pchilikka bilingani 1997-yildan boshlangan sahna oldi harakatlar albatta. Bu qandoq harakat edi? Bir saxta ozodlik harakati tashkillash orqali o't orasidagi yilonlarni oshkorlash, bularni bir to'planma chidirga to'plash bo'lib, bu harakatning asosiy maqsadi yoki asosiy maqsadlarining biri bo'ladi. Harakatning birdilla qiyib, to'g'ri bir inqilobiy harakatga aylanib ketishidan saqlanish ehtiyoji uchun to'planma chidirni boshdan ikki qilib tikish. Bu orqali ularni bir-biriga selishmi ehtiyoj bo'ladi. Shuni qistirib ketay. To'planma chidirga odam to'plashga doir shundoq bir paketni diqqatlarga havola qilaman. 1998-yili Xotanning ma'lum yezisida bir juma kuni namozdan keyin
soqchilar masjid eshigida bir varaq tarqatgan. Varaqda Hasan Nafsum qatorliq bo'lginchilar Afg'onistonda nodon yoshlarni aldab, atrofiga to'plab, kelgusidagi bo'lginchilik harakati uchun ularga harbiy ta'lim-tarbiya bermoqda degan nazmunlar bo'lgan. Buning bilan nurg'un odamlar bolalariga pasport qildirib chet elga tijoratga chiqargan qilib, amaliyotda ana shu Xitoylar yo'nalishni belgilab bergan to'planma chidirgan avatgan. Bunda g'alita tashviq variqining faqat shu bir yezvila bo'lishi natoyin albatta. Bu yerdagi to'planma chidiri Tavrotdagi bir atalg'u bo'lib, İsrail avlodi Tangridan apu so'rash, yo'l yo'riq so'rash qatorliq ishlar uchun to'planar ekanmish. Ammo bizninkilarning to'planma chidirning orqasida qandoq bir tangrining borligi bakmi sirliq. Bu taktika bilan qayerga berib, kimning to'piga qo'shilish haqida bishorat berilgandan keyin nihoyat nurg'un yoshlar chet elga chiqib ketish urinishida bo'lgan. Amal qila olganlari ko'rsatilgan manzilga yetib berib, abadiylik pushaymonga qolganligi haqida yana tafsiriy to'xtalamiz. Endi shaxslar va haddiy harakatlar ustida to'xtalamiz. Vatanimizda pasport ishlatmakning naqadar tasliki har bir sharqiy Turkistonlikning diqqati sirtida emas. Bo'libmi siyosiy jihatda masalasi bo'lgan odamlar uchun bu texmo tas. Buni tushungan har kim shuningga hayron bo'lmay qolmasa kerak. Abla qorining pasporti u tefi turmidagi chaqdila putgan bo'lib, u turmidan chiqib 2-3 kun ichida chet elga qarab otlangan. Chunki bu chaqda Bishkek shahridagi Uyg'urlar bozorini asosiy maydon qilgan tashviqot jonlanib ketgan bo'lib, bu ishlarni ostin-ustin qilib o'tish uchun mana mushundaq bir yetishgan munofiq kerak bo'ladi. Dastlab ablag'i ishangili bo'lmaydi, u turmida setlab ketgan deb atrofdagilarni ogohlantirgan Hasan Maqsum keyin kimningdir o'rlashtirishi bilan va balki vazifa ehtiyojidandir har holda abla bilan sepi o'zidan bo'lishib ketgan. Kim edi u Abdulla Qori? Yakan noyilik soqchi idorasi birinchi bo'limining xodimi Davud Hamidning bolasi bo'lib, tajovuzchi hukumat diniy sohaga selish ehtiyoji uchun Pokistonda o'qitganligi ma'lum. Biror eg'iz gapning salla qing'ir ketishi kishilarni turmalarga uzatadigan vatanimizda Abdullah so'rin jihad deb jar silib, bexatar holda tabliq qilib yurgan. Uningga g'arazlik yeshil chiroq yiqib berish orqali Xitoy ikki maqsadni ko'zlaydi. Biri Abdullahni to'natib tangdor qilish. Yana biri tabliqlarga ishtirok qilganlarni qora tizimlikka tushish. Faqat oxirida uning qilmishlari kishilarda gumon tug'dirishga boshlagan. Hatto yosh taliblar razvid qilib, uning munofiq ekanligini aniqlab bekitgan. Uni o'ltirib etish to'g'risida ustozlardan fatvo berishni talab qilgan vaziyat ostida bu ko'zirning qimmati yo'qolib ketayotganini nazarda tutgan Xitoy josuslik sistemasi uningga boshqadan nopuz qozondirish uchun uni qo'lga olishga majbur bo'lgan. Tabiiyki, xalqimizning qimmat tarozisi bek oddiy bo'lg'achqa, nurg'un kishilar gumonlardan yenib, balkim biz xatolashsak kerak deb o'ylash bilan Ablaga qahramon sifatida qarashga boshlagan. Abla Toshkentdagi birinchi tabliq bilanla vatandoshlar ichida olqishga erishgan. Chunki u lafizi yiqimli qori va so'zga mohir notiq edi. Yakanlik qarindoshlarimiz u qozongan sharafga o'zlarini haqda his qilish shodliqida uning o'tmishi, kelib chiqishi haqida boshqalarni hech ogohlantiray demagan. Nurg'un maqolalarimda deganimdek, shaxsiyatimiz milliy manfaatdan ustun turib oldigan bo'lg'ach, ular yurt deshining shu anki shuhratidan billa huzurlanish herismanligi bilan uning bir josusning bolasi ekanligini,
uni hukumat g'arazlik o'qitganligini, uning texi yaqindila yakanda Abla Hango deb sharaflik nom bilan poyishlar bilan tons o'ynab, xiroin setib yurganligini bilib turib deyishmagan. Ular keyin deyishdi va degichilardan so'rsam, burunmu biladiganmish. Ana shu birinchi kelishidla demokratchi, ya'ni Mamtimin Hez taraf, islomchi, ya'ni Hasan Naqsum taraf targ'ibotini oshkora bozorga silib, tunji fitnani tarqitishga boshlagan va Mamtimin Hez saqol qo'yib olgan bilan uning rasvo ishlari haqida pokiti, ya'ni poyishlar bilan aroq ichayotgan rasmi borligini davron qilgan. Bu kechmishlar haqida tafsiliy kitob yozilganligi uchun ko'p to'xtalmayman. Uning birinchi guppanchisi Yakallik boy Sattor Hojim degan birisi bo'lib, Qashqar viloyati tavasidagi mashhur josus oila deb tanilganlardan, ko'ni ko'chman o'zbeklarning jamiyatidan. Bu Sattor Hoji inqilobga iona deb 10 ming dollarni ko'pchilikning oldida Ablaga bergan. Hatto so'rindi bo'lmaganlarni xabardor qilib, "Men 10 ming dollar berdim, sizlarmi beringlar" deb tashviq qilgan. Qiziq yeri, keyin tajovuzchi hukumat savdogarlardan 50 ming dollarning so'riqini so'rgan. Hatto 1997-yillik zakotni kimga, nemiga berganligini isbot qilishni talab qilgan yerda 10 ming dollar bergan saxovatchi Sattor Hoji qo'g'onliqning yo'lida kirib chiqib yursimi so'riqini qilmagan. Ablaning Afg'oniston va Pokistonlardagi sharaflik ish izlaridan oriyalar berishdan burun 1999-2000-yillari Bishkek va Olmutlarda qilganlari haqida kichikina detal berib o'tay. U barg'ili joy topolmay gangrab qolganlardan bir nechisi bilan savdogarlarni tutib ketib, dumbalab pul ilishga boshlagan. Avval Xitoy bayrog'ini dastlab turgan holdagi surati tortilgan. Ondan tahdid selinib, agar biz degan pulni keltirib bermasang, hamda bu yerda bo'lganlarni bozorga qaytganda so'zlab yuradigan bo'lsang, bu rasmni Xitoyga avatib beramiz. Shuning bilan savdogarlar ularning degan pulini berib qutulishga majbur bo'lgan. Bu oddiy holda pul qo'ymachiligimidi? Yo'q. Bu ishlar inqilob nomini suiiste'mol qilib turib bejirilgachga, buning natijasi shu bo'ladi. İnqilobchilar bilan xalqning orasida o'chmanlik shakllanibdi. Xalq inqilobchi desa, ho deydigan vaziyat yaratiladi. Buning bilan Sharqiy Turkiston inqilobi va inqilobchilari qo'llashdan hamda iqtisodiy asosdan mahrum qilinibdi. Bu nihoyatda sistemlik o'rinlashtirishning bir parchasi ekanligi nihoyatda ro'shan albatta. Xuddi shundoq qiliqni ilgari Ablimit Tursun Almutida qilgan bo'lib, uning yerlik Uyg'ur, Qozoq, hatto Rus va ya shuningdek oqlardan tashkil topgan bir mafiya, ya'ni qarqol guruhi bo'lgan. Ular bilan topgan pul ma'lum nisbatda bo'lishilgan edi. Tabiiyki, u zamonlarda Ablimit buni inqilobga pul ihona qilg'ili unamagan xasis boylar va munofiq boylar deb izohlab aldamchilik qilgan bo'lsa-mu, keyin ular urgan savdogarlardan ba'zilarining salohiyatini xabardor kishilar ma'lum qilishgan va la'nat aytgan edi. Mamtimin Hez bu kaltakchilar atrofidagi ruslarning salohiyatidan gumonlanmasligimiz uchun ularni islomga kirgan qilib tunishtirgan edi. Bu atraf yana odam o'ltirish, ba'zi keskin maydonga ega, ammo orasida nufuzi bor inqilobchilarni yo'qotish qatorliq ishlardimi qo'llanilgan edi. Mafiya guruhidan foydalanib, bir muncha inqilobchilarni dumbalagan va o'ltirgizgan edi. Atalmış biri demokratchi, biri islomchi bo'lmish, bu taraflarning har ikkisida ko'riladigan hayron qolarliq o'xshashliklar haqidagi tafsilotlarni kelgusida ko'pchilikka sunadigan bo'lganimiz uchun
bu yerda ko'p to'xtalmaymiz. Yana bir muhim xodim, mashhur shaxslardan biri Ismoil. Ilgari siyosiy sabab bilan turmaga kirgan. U shu vaqtdagi ishda boshlamchi bo'lsa-mu, turmadan tezla qo'yib etilgan. Ammo uning agash kuchlari 18 yildan muddatsizgacha qamoqqa hukm qilinibla qolmay, balki ba'zilari o'lim jazosiga uchirgan. Bu Ismoilning kechirmishlarida mo'jizaviy o'ng kelish ko'p bo'ladigan, peshonasi ochiq birisi edi. Oxirgi mezgillarda yana bir cho'chakka o'xshab ketadigan, hatto dal cho'chak vaqalikidek kechmishi diqqatni qo'zg'aydi. O'rimchilik bir necha qiz oliy maktabni bitirgan ekan. Afg'onistondagi inqilob bazasi va u yerda oilasidan ayrilib, kelgusimiz uchun jon tikib kurash qilayotgan dohilarimiz va generallarimiz haqidagi rivoyatlardan ta'sirlanib, o'zlarini shularga bevishlash, shularning taritiga suv berib, ham savob elish, ham inqilobga shu orqali hassi qo'shish umidida Pokistonga chiqdi. Shularning ichidan biri Ismoilga o'zini berg'ishlabdi. Bu g'oyib nikohdan ularning bolasimi bo'ladi. Ismoilning qiyni ota-onasi pat-pat chiqib, ularni yo'qlab turdi. Ismoil ularni hajga avatdi. Garchi tijorat qilmasmi, uningda yetarlik pul bo'ldi. Bu inqilob balasi va u yerda faoliyatda bo'layotgan dohilarning hammasidan xabardor Xitoy. Acaba bir inqilob yo'lboshchisiga o'zini beg'ishlagan qizning ota-onasiga bu qadar kengchilik qilib ketgani kishini o'ylantirib qo'ydi. Inqilobning bu qanoti yoki bir to'planma chidari islomchilar Mamtimin Hazning to'planma chidarini teri-perang qilib tarqatayotgandan keyin o'z ichidan bo'siladi. Maqsumning Vikardilla to'pni tutib turdiganligi ham ish qilmay, ham ish qildirmaydiganligi anglashiladi. Shuning bilan ada-juda bo'lish boshlanadi. Bu mezgilda Ismoil bir to'ppeshi bo'ladi. Abduqodir bir to'ppeshi, Maqsum biri. Abla avval Maqsumning to'pida vazifa ijro qiladi. Keyin ayrilib ayrim to'p bo'ladi. Bu to'plar Pokistonda ikkinchi qitimliq ichki urushni boshlab, bir-birlarini o'limga buyurib, qurolliq askarlar bilan bir-birlarining turalg'ulariga hujum qilishdi. Natijada bir qancha begunoh xudo urgan bu ichki urushda o'ldi. Masalan, 1998-yili 12-oyda Beshkek turmasidan qo'yib berilgan Oqsuliq Qurban Yasin shu qurbonlarning biri. Jamoatga ko'rinishga yuzi yo'q, shayton deb sharaflik nom ilib, Turkiyada yoshirin yashayotgan abla radio tarafidan izlab tepilib ziyorat qilinganda laqimiga muvofiq Maqsum Sabdishi va rahbarini cho'nqur ehtirom bilan aslab, kishilarni ta'sirlantirmoqchi bo'lganda texi yaqindila qilingan ichki urush yodiga yetib, yuzimi chimildimagan. Ismoilning mashhur so'zlaridan bir uzunda. O'rta Osiyo davlatlarida tarafbozlik ilishishlar bo'lib, to'plar yemirilib, bo'ludi deb kutilgan ish asosan buzilib qolganda Ismoil ochiq qilib shundoq degan. Bu qitimqi ishni buzib yetaliganligimdan faxrlanaman. Agar ish buzilmay g'alaba qilinib qolgan bo'lsa, demokratlar taxtga chiqadi emasmi? Demak, Xitoyning turivergini yaxshiroq. Pokistondagidek ichki urush ilgari 1998-yili Olmutida bo'lgan bo'lib, Ablimit Tursunning mafiya atirti shu chaqlarda islomchilar ishida go'ri hisobida tutib turilayotgan Ablat Nurni o'ltirib etish uchun uni razvid qilib sirtiqini olgan hamon u yerga qo'shin avatib, uning borliqidan shubha qilingan uyini o'q tutgan edi. O'z vaqtida tijoratchilar orasida kommunist jasusi deb bilingan odamlarni yo'qotish haqidagi taklifimizga O'rta Osiyo davlatlarida ish chiqarib qo'ysak, ishimizga to'salg'u paydo qilamiz. Yana bir deyishda, birinchi o'qda Uyg'urni o'ltirdigan ish bo'lmasin, Xitoyni o'ltirishdan boshlayli deb qarshi turgan Mamtimin Haz nemishqa amdi bu mafiya atirtiga tayinib Ablat Nurni o'ltirishga tirishdi. Bu chaq ilgari 4 mujohid Ablimit Tursunning uyida so'yib parchalanib, axlatlikka ko'milib bo'lingan. Uningdan boshqa
dastlabki kichik kattıvaşlardan biri bo'lgan Tursunmu o'ltirilib, jasadi yo'qitilib bo'lingan chaq edi. Chunki Ablat Nur atalmış ikki taraf birlashganda her ikki taraf o'rtaq rozi bo'lib, bosh liderlikqa saylangan kishi bo'lib, diniy va demokratik sohaning o'rtaq e'tirofiga erishgan bu kishi Xitoylarni qayg'uga solgan. Bunda o'rtaq e'tirof qilingan birining bo'lishi Xitoylar uchun chidab bo'lmaydigan ish bo'lg'achqa, uni yo'qitib etmay Xitoylarning ko'ziga uyqu kirmaydi. Mana shu ta'xirsiz zaruriyat vazifa ijro qiluvchilarni qistab oldiratganligi mana mendab turibdi. Uni dushman tunutib kishilarni ishondirish va uning qatl qilinishini rozilik bilan qabul qildirish uchun Mamtimin Haz kasbiy yolg'onchilikni ishga solgan edi. Men Ablat Nurning dumbalanish vaqasiga bak norozi bo'lgan edim. U chaqda Mamtimin Hazning buni vazifa zaruriyatidan qilayotganligini bilmagachga, yeniklik bilan xato qildi deb qarab, bir qitimliq telefonda uningga bu noroziligimni va buning sababi diniy sohaning ishonchidan mahrum bo'lganligini aytgan edim. U Ablat Xitoyga ishlaydigan emasmi degan edi. Men aniq talaffuz bilan ishonmayman deganimda u ishonib qolasiz, ko'rishib qolsak dalilni ko'rsataman, qo'limda isbot bor degan bo'lsa-mu yanala ishonmagan edim. Chunki bu odamning hisobsiz yolg'onlardan faqatgina biri bo'lg'achqa, uning gaplariga osonlikcha ishonmas bo'lgan edim. Uning bundoq bir paskini yolg'onchilikni dadil holda qila olishidagi sabab bizning yuz ko'rishib qilish ehtimolligimizni keskin holda yo'q deb qaraganligidan ekan. Chunki u keyin 8 kishilik tozalash atirti avatib, men va menga o'xshash qarashdagilarni yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu shumliqni xeli baldur to'g'ri faraz qilib olganim uchun muvaffaqiyatlik saqlanib qolgan edim. Hamda tinch aman Istanbulga kelib, boshqa hisob kitoblar qatorida Ablat Nurmu sorunda hozir va Istanbuldagi Uyg'ur jamoati vakillari oldida Ablat Nurning Xitoyga ishlaydiganligining isbotlarini ko'rsatishni so'rashga nasib bo'lgan edi. U qizirib ketdi demsiz? Yo'q, u xuddi xo'jayinlariga o'xshashla dop yuz bo'lg'achqa hech qizarmasdan men Ablat qori bilan ayrim ko'rishman degan edi. Minglarcha afsuski, bu hisob kitob yig'ilishi vaqt kech bo'lish munosabati bilan vaqtli yepilgan. Ammo buning faqat bir boshlanish ekanligi, tog'am qildiganligi aniq etilgan bo'lsa-mu, Mamtimin Haz va Ablimit Tursunlar ro'pash qo'tollardek jamoatga ko'rinmaydigan bo'lg'achqa qayta tepishga bo'lmay, ularning rasvosi shohidlar oldida o'ttirga to'kilmay qolgan edi. Hasan Maqsumning yanadagi muhim shaxslardan biri Abdumijid bo'lib, bu kommunist istilosidan keyingi eng mashhur milliy munofiq, yuqori darajalik saqchi amaldori va mashhur pujirka mutaxassisi Mahmudjonning jiyani bo'lib, bu kishi Maqsumning yeniga to'plangan bechora yoshlarning arxivini tutishga mas'ul edi. Qo'zlar bo'riga omonat degan dal mushi bo'lsa kerak. Bolalarning haqiqiy ism familiyasini va yurtdagi adresini biladigan birdan-bir huquqli kishi bo'lgan. Shuning uchunmi yurtga qaytgan ikkisining chegirdan o'tibla tufilishi ajablanarlik emas. Bu yerdagi pujurki mutaxassisi Mahmudjon Qashqar viloyatlik soqchi boshqarmasining boshlig'i, ammo nozi darajasida muomala qilindi. Faqat Qashqar nihoyat muhim bo'lg'achqa uni soqchi nazoratiga, ya'ni Urumchiga yetkazib ketmagan. Bu Abdumijid haqida kichkina qistirma. Uni mashhur mujohid 22 yil tajovuzchilarning turmusida yotgan Abaydulla Damullamni chet elga elib chiquvchi sifatida sahnaga chiqargan. Nurg'un kishilar uning Abaydulla Damullamni chet elga elib chiqqaniga qarabla uningga yaxshi ko'zda qarashga boshlagan. Ammo Abdumijidning kelib chiqishini bilganlar bir oz shubha bilan Damullamdan so'ragan. Damullam Abdumijidga ishonamla? Damullam mundaq javob bergan. Agar jihad bo'lib, u mening ko'z oldimda dushmanga qarshi jangga kirsa va dushmanning o'qida o'lsa, men buni o'z ko'zim bilan ko'rsam, ondan ishonaman.